Mana hayotga kirayotgan yoshlarimiz o'z irodasini baquvvat qilsin. Iymoni butun bo'lsin. Va kechagi hayotni, mana bugun nishonlayotgan yaqin tariximizni ham esidan chiqarmasdan shuni o'rganish kerak. Nafaqat o'rganish kerak, hayolidan o'tkazish kerak. Qanaqadir noma'lum tomonlarni ham o'rganishga, xuddiki bu o'zini yaqinni aytaylik tarixini o'rganganday xalqini tarixini o'rganish kerak. Chuqur bilish kerak. Zamon bilimiga ega bo'lish kerak. Bugun bashariyat taraqqiyoti nimani oldimizga qo'yayotgan bo'lsa, shuni o'zlashtirish kerak. Hech kimdan kam bo'lmaymiz. Kam bo'lmaganmiz, kam bo'lmaymiz degan da'vatni men xohlardim yoshlar qayerda ishlatish kerak. Mana shu zamonaviy bilimni egallash uchun, zabt etish uchun, bilim cho'qqalarini egallash uchun mana shu men hech kimdan kam bo'lmaganman. Mani bobom Amir Temur butun dunyoni titratgan. Butun dunyo tan olgan. Bugun ham Amir Temurni Yevropani ozod qilgan bir sarkarda deb tan oladi. Haykallar qo'yapti. Shunaqa bobong bor ekan, shunday ulug' ajdoding bor ekan. Bugun nima uchun sen bo'lmasam shunga o'xshash uchun, shundan iborat olish uchun sanam etalik maydonga chiqmaysan. Belingni qattiq bog'lab, men borman. Qani chiq maydonga deb gapirsa agar yana nima kerak menga? Mana ayni mana shunday yigitlar, qizlar agar paydo bo'lsa agar, men o'ylardim. Har qaysi dunyoda bo'lgan voqealarga ayni shu bilan ta'sir qilardi. Ertangi kun bu dunyoda kimniki deb so'rasa agar, men aytardim. Intellektual boylikka ega bo'lgan millatni kuni bo'ladi bu.